Agar birodarlar biz Allohga oshiq bo'lsak, Allohning diydoriga yetishlikka qasd bo'lsa qalbimizda, ibodat mashaqqat olar ekan bizga. Halilar qanchalik biz pastmiz, qanchalik susmiz iymonda. Hechcha jonimiz qiylanib ketsa, og'iz ochib olamiz. Mensa qiylanib qoldim. Hechcha sovg'a olsa tayammum qilib qo'yishga intilib qolamiz. Nimaga? Qiylanib qoldim. Ibodatda qiylanyapmizmi? Demak biz oshiq emasmiz. Ibodatda rohat olgan sahobalar. Ali roziyallohu anhu Xudoga nazar salib qo'yganda tortsa dotdi. Namoz o'qiyotganda sug'urib olasizlar dedi. Namozga turganda ular ruh tevaga chiqib ketgan. Namoz o'qib bo'lgandan keyin o'qiyotganda sug'urishgan, namozni salom bergan hushidan ketgan. Og'rida sezgan emas ular. Chunki Robbisiga oshiq bo'lgan ular. Mast bo'lgan ular namoz o'qiganda. Allohning bir ibodati bilan iymonda bir huzur halatini topib mast bo'lgan ular. Demak, iymonning mazasini tushunish uchun birinchi shart bu Alloh va Rasuli hamma narsadan ustun bo'lishi kerak. Odamlarni maqtovdan ham, odamlarni yomonlashdan ham sizga qiziqib bo'lmasligi kerak. Qo'lingizda bo'lsa ham bo'lmasa ham. Mana rizq haqida dars o'tdik. Mana bir qancha birodarlar bu yerda eshitishdi. O'zi dunyoda o'zida yaxshi yashamoqchi bo'lsangiz, taqvo qilmay ilojingiz yo'q ekan. Biz ibodat degan faqat oxiratda olamiz deb o'ylaymiz mukofotini. Ishonaveringlar, dunyoda o'zida ham olasizlar. Bu faqat Alloh bilan biz o'rtamizdagi aloqamizga bog'liq. Qanchalik tez, qanchalik kelishi. Ali Alloh bilan zo'r degan aloqasi, Allohga oshiq ekan, Allohga do'stlik ekan, bitta onada shiytadan beri kirguncha ma'da 10 ta bo'lib kelyapti. 9 ta bersa olmayapti. 10 ta bo'lish kerak, bittani chiqar deyapti. Ular ikkilanmagan ular. Alloh va Rasulni birinchi o'rinda ko'rgan. Ikkinchidan, va yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Bir kishini iymonda mazasini tushunlik uchun ikkinchi shart, bir kishini yaxshi ko'rsangiz, faqat Alloh uchun yaxshi ko'rish kerak. Bunday qarang atrofingizda. Bitta shunaqa do'stingiz bormi? Uni puli ham qiziqtirmaydi sizni. Tanish bilishi ham, otasi kimligi ham, mashinasi ham, chiroyi ham, quvvati ham, faqat Alloh uchun yaxshi ko'radigan bir dona do'stingiz bo'lsa, hayotda yashashga arziydi. Lekin afsus bo'lsa, ko'pchiligimiz unaqa do'st yo'q. Boringizda yo'g'ingizda bir xil muomala qilmaydi. Ko'p aytamiz, ham mashina ham bo'lsa, hamma salom beradi, peshkom qilsang. Chunki biz o'shunga loyiqmiz. Chunki biz faqat Alloh uchun yaxshi ko'radigan do'stga loyiq emasmiz. Biz o'zimizni yaxshi ko'rmaymiz-da. Sahobiylar qanaqa bo'lgan? Sahobiylar jonini ham bergan. Va yu'firuna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. O'zi muhtoj bo'lib, zor bo'lib turgan bo'lsa, nima qilgan? Birodariga bergan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam muhojirlar Makka dan ko'chib borganda ansorlar bilan aka-uka tutinishlikka buyurdi. Shundaymi? Abdurrahmon ibn Avfkan bitta Madinalikda ansorni aka-uka tutirib qo'yganda, hali ansorning gapini qarang. Ikkita hovlim bor deyapti. Ikkita uyim bor. Bittasini oling. Ikkita ayolim bor. Yoqqanini men talaq qilib beraman, uylanib oling deyapti. Ikkita zapaska balonim bor, bekarga berib yuboraman demayapti. Biz o'shunga ham yaramaymiz. Bitta telefonni berib olmayapti birodarlar. Borini bo'lib yamini beryapti. O'shuning uchun Alloh rozi bo'lgan ulardan. Birodarini mana shunday yaxshi ko'rgan. Ma tahabba ithnani fillahi illa kana habbuhuma ila Alloh ashadduhuma hubban li sahibihi. Ikkita odam bir-birini Alloh uchun yaxshi ko'rsa deydi. Shulardan qaysinisi Alloh ko'proq yaxshi ko'radi desa, qaysinisini ko'proq yaxshi ko'rgan bo'lsa. Biri ikkinchisini ko'proq yaxshi ko'radimi? Ko'proq yaxshi ko'rayotgan Alloh yaxshi ko'radi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "La anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim." Ey Muhammad alayhisalom, siz dunyodagi hamma boylikni hammasiga tarqatib bir-birlar bilan do'st bo'linglar deganingizda ham ularning qalbini ulfat qila olmasdingiz deydi. Lekin biz ularning qalbini iymon bilan ulfat qildik deydi. Shunday emasmi? Iymoniy birodarlik hech narsaga barobar olmaydi. Oddiy narsa. Mana la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. O'ziga yaxshi ko'rgan narsasini birodariga ravo ko'rmagunicha musulmon bo'lmaydi. Biz avval o'zimizga ravo ko'ramiz, oshib qolsa yana o'zimizga ravo ko'ramiz. O'zi oshirmaymiz biz. Avval o'zimizga ravo ko'ramiz. O'shuning uchun bizni Alloh uchun birov yaxshi ko'rmayapti. O'sha deylik 4 ta olganingizda 2 ta oshingiz esiga kelmaydi, chunki oshingiz ham esiga kelmaydi-da. Saqizda olib qo'yishlik. Yana qayta aytamiz, o'zimizga yarasha. Endi qarang atrofingizga, kimlar atrofingizda? Bu Alloh taoloning bir sunnati ekan, ikkilik to'ra ekan. O'zing kim bo'lsang,
Ulfating shunaqa. Agar birodarimiz yaxshi ko'rsak, birodarlar, yaxshilik ravo ko'ramiz. Bitta dalil. Bolangizni yaxshi ko'rasiz-a? Bolangizni albatta yaxshi ko'rasiz. Alloh taolo qalbingizga mehrni solib qo'ygan. Bolangizni yaxshi ko'rasiz, o'zingizga ravo ko'rmaydigan narsani ham ravo ko'rib, bola uchun ishlaysiz. Bolam qiylanmasin. Bolam chaqam, uy solib berasiz, mashina berasiz, mendan keyin nima qilmasin? Bolangizni yaxshi ko'rganligingiz uchun qilasiz bu yaxshilikni. Lekin birodaringizni yaxshi ko'rmaysiz bu darajada, o'sha uchun unga muruvvatingizni qila olmaysiz. Mana qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Aynal mutahabbuna fi al-yawma udhilluhum bi dhillila wa yawma la dhilla illa." Juda bir hadislar ko'p bu to'g'rida. Alloh yo'lida meni yaxshi ko'rgan, meni yo'limda birini yaxshi ko'rganlar bormi? Bugun hech qanday soya bo'lmaydigan qiyomat kunida men o'zimni soyam bilan soyalantiraman deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana ko'p hadislarda birodarchilik, uhuvaga bir ishora qilgan. Ulamolardan bittasi kelib aytar ekan. Kitoblarda keladi. Men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman deydi. Rasulullohda hadis bor. Kim birodar Alloh uchun yaxshi ko'rsa, bildirib qo'ysin bor. Men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman deb aytib qo'ysin deydi. Abu Hurayra roziyallohu anhu. Shunda haligi kishi olimga kelib aytadiki, men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman deydi. Desa, rostdanmi? Rostdan. Rostdanmi? Rostdan. 3 marta so'raydi. Xursand bo'lunda deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bunday degan eshitdim. Alloh uchun bizni yaxshi ko'rganlarni Alloh taolo qiyomatda o'zining soyasida soylantiradi ekan. Jannat ekansan deydi. Yana bir olim kelib, men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman deganda 3 marta so'rasa 3 marta ha deydi. Desa, ali olim aytadi, ha deydi. Tayyormisan shunga desa, tayyorman deydi. Bo'lmasa eshit deydi. Men seni molingga sendan ko'ra ko'proq haqliman deydi. Men seni joningga sendan ko'ra ko'proq haqliman. Tayyormisan shunga deydi. Oldingda indonni ko'tarib ketaman, indamasliging kerak. Ustingda ilashib kuyib ketaman, indamasliging kerak. Men uchun joningni ber Xudo yo'lida desam, berasan. Shunga tayyormisan desa, hali odam o'ylab qoladi-da, yo'q, bunga hali ish ketdi ekan deydi. Dunyo uchun qilingan muhabbatni yaxshi bilamiz. Dunyo uchun qilingan muhabbat dunyoda mashaqqatni o'zi. Alloh uchun qilingan muhabbat bo'lsa bir-biriga, dunyoda o'zida bir huzur, halovat, rohat, oxiratda bu jannatga olib boradi. Bu mavzuni gapirsak ko'p, o'zidan ko'payib ham ketyapti. Bo'ta g'azotida mana issiq musulmonlar uzoq masofaga borishgan, cho'l bosib jihod maydonida jang ketayotganda bir sahobiy yaralangan holda yotadi. Ya'ni issiq, qon oqyapti, tomoq qurigan, o'lishga kelgan. Tomoq yopishib qoladi, o'ladi. Suv deydi. Haligi yaradorlarga qarab yurgan jarmandon yigit bitta piyoda suvni olib keladi. Tumshug'iga tutib, endi ichay deb tursa, "O, nadoratdasi yana suv" deydi. U ham yaralanib yotgan bo'ladi. Qarang, mana bu sahobiy jalil bir xo'plab turib o'tkazib olsa bo'lar edi. O'lmay turardi. Hayotdachi shu bir xo'plam suv qoldi, shuni olsa o'lmay turadi. U pul emas, mashina emas, u mol dunyo emas. Bir xo'plam suvni xo'plab olib bor desa bo'lar edi. Lekin shuni qarang. Obor nariga, la allohu ahvachi minni. Ehtimol mendan ko'ra muhtojroqdir, obor unga dedi. Haliginga obordi. U tumshug'iga tutib, endi ichaman dedi, uchinchisi o'rnandiroqda suv dedi. U ham yaralanib yotgan edi. Bu nimaga unga suvni jo'natdi, bilasizlarmi? Chunki u ham bunga loyiq do'st. Nariginga obor dedi. U loqqat ichib qo'ymadi. Agar ichib qo'yganda mana ham ichadigan bo'lar edi. Bu ichmadimi? Demak shunga loyiq do'st. Uchinchisiga obordi. Suv dedi, unga obordi. Uchinchisiga olib keldi. Hayotda bir xo'plam suv ushab turadi ularda. Ehtimol o'lmay qoladi, ehtimol yarasini qonini baylab qo'yadi. Lekin shu o'rinda jonini fido qilishiga tayyor bo'lyapti. Yetib oboradi bir xo'plab bersa, bizni tushunchamiz. O'zimga ham tushib qolay. Uchinchisiga olib keluvdi, mana chidamay ketdi. Uni tumshug'iga tutdi, mana suv dedi. Narigi unga loyiq. Bu bunga loyiq. Shunday suvni olib keluvdi, bu o'luvdi o'sha. Bir piyola suv ustida Allohning roziligini sotib olishyapti. Bir piyola suv bilan birodar. Puli bilan emas, boshqasi bilan emas, bir piyola suv ustida jannat bo'lib ketishyapti. Qaranglar birodarlar. Alloh uchun yaxshi ko'rganlarda Alloh taolo bir piyola suv bilan shahid qo'rar ekan. Narigisi suvda olib borguncha o'ldi. U ham Parvardigorning didoriga yetdi. Uchinchisi suvda olib kelsa u ham o'ldi. Hech kim ichmadi ahli suvni. Va yusiruna ala anfusihim walau kana bikum khasasa. Shu o'zlariga xos bo'lib, faqat o'zlari shu suvga zor bo'lib turganda ham birodarni ustun ko'rgan o'zidan.
bizda bormi shu sifat? Biz birodarlarni qo'yaylik, aka-ukamizga bunaqa bir mehrimiz yo'q qalbimizda. Ya to'g'ri aytyapmanmi? Iymonning mazasini tushirish uchun Alloh va Rasuli birinchi o'rinda bo'lish kerak va bir kishini yaxshi ko'rgan bo'lsangiz faqat Alloh uchun yaxshi ko'rishingiz kerak va uchinchisi van yakrahan yauda fil kufri kama yakrahan yuqdafa fil nar. Allohni yaxshi ko'rdingiz? Payg'ambarni birinchi o'ringa qo'ydingiz? Bir kishini faqat Alloh uchun yaxshi ko'rdingiz? Uchinchisi, endi iymonga kelib, iymonda ibodatning mazasini tushunib qolganingizdan keyin eski hayotga qaytasanmi desa, nima deysiz? Agar u ham bu ham normallik bo'layotgan bo'lsa, hali qaytmabsiz bu yerdan. Hali insofga kelmabsiz. O'tga tushishlikni yomon ko'rgandek, o'tga tushishlikdan qo'rqqandek, qo'rqadigan bo'lsa orqaga qaytib qolish, ya Alloh, o'tgan hayotimga qaytarib qo'ymagan, Alloh o'tgan hayotimga qaytarib qo'ymagan degan xavotir bormi? Iymonning mazasini tushunibsiz. Bitta misol. Faras qilaylik. 45-yil urush bo'lgan. Tugagan. Bomba tashlagan mahalda odamlar kelib yashinadigan bunkerlar bo'lgan. Ichida yemoq-ichmog'i, oziq-ovqati, hali havo kiradigan sistemasi, xullas bir er-xotin kirdida, gumbati bomba bosdi, yopilib qoldi. Chiqishga imkoniyat yo'q. Lekin oziq-ovqat, akkumulyatorda lampochkalar, havolar keladi, yashadi. Bir necha yil umr ko'rishdi. Alloh ularga farzand berdi, faras qilaylik. Bolasi 10 ga kirdi, 15 ga kirdi. Shuning uchun 10-15 yil yashashdi. Hamma yetarlilik uchun faras qilaylik. Endi shu bunkerning ichida tug'ilgan, shu qorong'i kanalizatsiyalar ichida yurib katta bo'lgan bola boshqa dunyo bor desa, tasavvur qila oladimi? Nimaga? Ko'rgani yo'qda. Iymoniy hayot zo'r bo'ladi. Qo'lingda ish bola bo'lmasa ham xotirjam yashaysan desa, bunday faras qilamiz, antenani chiqarib turib. Biz tasavvur qila olmaymiz. Chunki bizning kallalarimiz boshqa narsalardan to'lib qolgan. Hali bola shuning ichidagi hayotni hayot deb qabul qila oladi, birodarlar. Shunaqa hayot bu hayot. Rozi bo'lib yashar, chunki boshqani ko'rmadi-da, solishtiradigan hech narsasi yo'q-da. Yurib, o'ynab yuribdi shu kanalizatsiyalar ichida. Biroq Alloh taolo taqdiri bilan bir tevaga chiqadigan luki bor shotiga ilashib qoldi. O'ralashib bordi-yu, lukni ochib turib chiquvdi, ko'zi og'rib ketdi yoradan. Chunki qorong'ida yuraverganib qolganda, ko'ziga og'ir botdi. Ozgina oldab ko'rga sotib turib chiquvdi, chiqsa dunyo boshqacha ekan. Osmon ko'mkak ekan, quyosh bor ekan, ko'katlar bor ekan, hid bor ekan. Endi shu yigit xilma-xil mevalar bor ekan konservadan boshqa. Shu tashqaridagi hayotni ko'rgandan keyin qaytishni xohlamidi? Biz chiqdikmi o'sha kanalizatsiyadan? Hozir ko'zimizga og'ir botyapti, shu kallamizni chiqaryapmiz-da, biz islomiy hayotga qaytaylik deyapmiz. Hali bolani ko'zimizda qiylanganda biz ham qiylanyapmiz hayotda. Islomiy hukmlarni tatbiq qilgani og'ir botyapti, tushuna olmayapmiz. Shu oldab ko'zini ko'r qolmasdan chiqib oluvdi, yutdimi? Birodarlar, iymon, islom degan hayotni tatbiq ko'raylik mazasini. Bir ziyofatda o'yan edik. Bir mehmon bo'lib o'tirgan bola birodar yetalab kelgan ekan, chiqib ketdi, hammamiz tarqadik, keyin uchrashib qoldik, aytayapti shu odam. Haliga men bilan kelgan bola deydi, ozgina Allohning zikri bo'ldi, ozgina mav'izalar qilindi, Qur'on o'qildi, tarqadik. U yigit o'zini yetalab kelgan oshnasi bilan Mazariyatiga boribdi bir joyga. O'rtada 10 minut vaqt o'tgan. Allohning zikri bo'layotgan, Allohning rahmati yog'iladigan majlisdan chiqqanda Mazariyatiga borgan. Mazariyati bilamiz nima bo'ladi? 1 metr tutun, so'kinish, aroq, ichkilik, ma'siyat o'shuncha. Haligi odam 10 minutda u majlis bilan bu majlisga borganda ko'zi ko'ribdi farqni. Biz ham o'sha qildik 15 yil, 20 yil bo'ldi. Alloh taolo qaytardi. Endi eski hayotga qaytishlikni, o'tga tushishni yomon ko'rgandek, qo'rqib ehtiyot bo'layotgan bo'lsak, demak iymonning mazasini tushunibmiz. Demak totib ko'ribmiz. Endi qaytib bunkerga tushmaymiz. Falatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Kimda quyidagi 3 ta sifat bo'lsa, Alloh taolo unga albatta iymonning mazasini toptiribdi. Alloh va Rasuli birinchi o'rinda bo'lsa, bir kishini faqat Alloh uchun yaxshi ko'rsa va eski hayotga, iymonsizlik hayotga qaytishlikni, o'tga qaytishni yomon ko'rganda yomon ko'rsa, shu kishi iymonning mazasini totib ko'ribdi, asalli birodarlar. Alloh subhanahu va taolo iymonning mazasini tushunib yashaydiganlardan qilgan bo'lsin. Chunki bu eshitilayotgan mavzular har qancha qulog'imizga yoqmasin, har qancha bir chiroyli bo'lib o'tirayotgan bo'lmasin, agar tatbiq bo'lmaydigan bo'lsa, foydasi yo'q. Alloh taolo shifo topgan bandalarga qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum.